Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, akalar bugungi yetkazarsak 4 dona yo'lmasa mana shu 2 donani yoritib beramiz qo'ldan kelgancha. Hafta kuniga bugun muborak juma 3-iyun 2026-yil. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimni qo'ramdan qilyapmiz. Ismim Abduqodir, shu o'zimni kelib yurganlar bilishadi. Xo'p, akalar bu ikkalasini ko'p cho'zmayman. Yosh oilaga akalar degan bo'lsa 4 ishga yangi chiqayotgan qo'sovliqlar, qochmagan. Yana vallohu alam bizga ham mehmon. Hozir batafsil bo'ylarini, quloqlarini o'lchab ko'rsatib beraman. Videoni boshida bitta chiroyli like bosib qo'yasizlar. Xo'p, akalar, birinchisidan boshlayman. Sog'liqni tumshuqlarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Kalla formulasi. Tishlarim tekisib kalla o'ta ideal lekin sog'liq. 4 tish. Tushlari bir qarich chiqyapti janovar. Hop, razrezlarga keladigan bo'lsak mana. Dumbasi yotmagan, sinmagan. Bel qismlari toza qirrajun. Bir dona lishni jun aralashmagan, toza simli. Hop, bo'ylarni ham o'lchab ko'rsatib beraman. Ikkinchisi, mana kalla formulaga ahamiyat berib qo'yasizlar. Tishlarni ham ko'rsatib qo'ying. Mana shu. Tushlari o'ta ideal. Ranglari, svet o'ta go'zal. Razrez cho'tki bunda lekin. Dakansi razrez. Lekin qimmatchi bilan razrez bilinsinchi. Razrez ochiq. Xo'p, akalar, mana uzoqdan qo'ydi umumiy ko'rinishi ikkalasini ham. Toza simjun, baldoqlari ham bor bo'ynin tagida ikkitadan. Xo'p, birinchisini bo'ylarini o'lchab ko'rsatib beramiz, mana. Yerdan bismillah. Yaxshilab ahamiyat berasizlar. Men ekranga qaraganligim uchun menga aniq ko'rinmaydi. Mana mashinga olaverasizlar akalar. Xo'p, ikkinchisi. Bo'lsa novcharog'imikin. Bir xil ekan rashti. Mana shunga olaverasizlar. Uzunligiga qo'yib bersam, uzunligi aytaveradi buni nechchiligi. Xo'p, akalar, mana. Uzunligi o'zi qo'ydi aytadi. Hozir quloqlarni o'lchab beraman. Metr dab yo'laydi. Keldik. Bir boshdan bismillah quloqiga ashkal xususidan qo'yaverasiz. Tashdi 21. Monsiniki 21 bo'lishi kerak, chunki buni 21. Kalsudan 21. Xo'p, aqllang yetkazib ko'rib olaverasizlar akalar. Endi biz o'zimizni shablonimizga olamiz. Sizlar ham o'zlaring shablonlaringni tushirib olaverasizlar. Xo'p, qo'ydi mana umumiy ko'rinishi uzoqdan akalar. Xo'p, ko'p cho'zmayman. Abduqodir narxi qancha? Narxiga keladigan bo'lsak, $1600 ikkalasi dastavka qilib uyingizga yetib boradi. Donasiga $1600 bo'lsa yetkazib beramiz. Hali qochmagan, Qo'chqorga tayyor holatda. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.